uchun kelganman. Men xizmat ko'rsatgan kelinman bu uyda. Tinchlikmi? Bundoq tushuntirib gapir. Tinchlik emasda. O'rtoqlarim, erlari har kuni gulab beradi. Siz lekin bitta ham gulab bermaysiz. Men ham gulagim kelyapti. Xafaman sizdan. Gulmi muammo? Ha, olib berasizmi? Olib beraman. Rosa olib berasizmi? Ha? Instagramga ham qo'ysam bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Voy! Men tayyorlab qo'yganman. Romantika qilasiz menga. Mana. Sen muhim Instagramga qo'yish ekanda, ha? Bo'ling. Oyog'imni kiyib oling. Oyog'ingiz tushmaydi. Yana yoq ko'chadan. Voy, tavba qizlar, erim menga gulab ketdilar. 1008-mi marta gulab kelishi. Voy, rahmat jonim, sal kuling. Voy, jonim, rahmat. Yuring, sizga dasturxon tayyorlab qo'yganman. Spasibo, jon. Gullar romantika. Yangi yilda o'ylaydigan narsalar bu, ha? To'xtab turing. Birinchi Instagramga qo'yib oling. Oy, Instagramda o'lib ketar ekanmiz-da. Ol. Gullar romantika, chiroyli restoran tomondiga, jerema solib boraman degan. Sizlar ham faqat Instagram uchun yashayapsizlarmi? Nimadir yeylik, odamga o'xshab. Gullar romantika. Hey, qayni sening kelyapti. Tez tayyorgarliging ko'r. Qolgin. Voy, bu ajapangdan kutib oldim-ku, moshina yetib. Buni ham kutib olaman-da. Ey, o'zbek qayni singlisi bunaqa bo'ladi. Ajapanga 4 ta keladi, tushundingmi? Ko'ramiz-da. Qora qalpoq kelin hamma yoni yalab yulqab qo'yibdi-yu. Nimadandir ayb topaman. Uybi, ko'rtog'ilak deb aytib etmagan. Marojning shumni yuqsaydi-ku. Assalomu alaykum. Voy, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ye, kel, yaxshi, urushib ketmaymiz. Farosatli bo'ling. Kamroq gapiring. Esli bo'ling. Men baribir shaylar tayyorlab turavering, Ha, shay tayyorla. Atak nechun? Baribir o'zimga bo'ysundiraman. Voy, mash kerak emas. Oyi, mashincha chuchvara yegim kelyapti. Shu birga qilamiz. San dedimi? Borib, maktabdagi sinfdoshlaringizni san desiz. Hey, bular o'zi shunaqa sensilab gapiradi, itni ham, betni ham. Yig'ibdi, rasm kutday qo'y mendan. Yur birga. Voy, ona, anu singlim qani? Ha, kenesini oldiga kirib ketdi. Voy, aktagonliga bo'layotgandir. To'xtagin. Seningga uy olib bersang bo'ladi-yu, aka bo'lib. Qayerdan olaman, ona? Mana Xon saroyini vatan loyihasidan olib bersang bo'ladi-yu, boshlang'ich to'lab 30%ni to'lab. Keyin qolganini er-xotin to'lab yurishaveradi. Bo'ldi, olib beraman, men aktagonligini hal qilay. Kelin poshsha, siz qaynsingil nimaligini unchalik tushunmas ekansiz. Hozir men sizga tushuntirib qo'yaman. Qaynsingil degani любовь